Assalomu alaykum. Royal Toga namini oldi turibmiz. Videoni oxirigacha ko'rib, yiriklashtirish uchun qilingan ishlarimizni tushuntirib beraman hammasini va teplitsadagi bo'layotgan ishlarimiz haqida ham qisqacha to'xtalib o'taman. Seriyalantirilmagan giloslarimiz nima bo'lishini ham ko'rsatamiz, xudo xohlasa. Demak, 5-may 2026-yil Royal Toga ko'chatlarimiz bular Fransiyadan kelgan. Bizning ko'chatlarimiz ham bor, u boshqa tomonga ekilgan. Hozir mana bu yerda har bitta mana shu butun boshli mana shu daraxtga o'rtacha aytaylik 8-10 kilo meva kutayotgan bo'lsak, 35 minut vaqt ketgan serialashtirishga. Yarim soatdan deb hisoblasak, bitta daraxtga 10 kilo meva uchun pulini chiqarib olsanglar bo'ladi. Bir soatimiz agar 15 ming so'm tursa, ayollarda agar yollaydigan bo'lsak, 15-20 minggacha agar ishlatadigan bo'lsak, bitta daraxtga 10 ming so'm xarajat qilishimiz kerak bo'ladi. 10 ming so'm. Bu degani Royal Toga'ni 24-26 razmerdan 28-30 ga o'zgartirdik degani. 10 ming 10 kiloga 1000 so'mdan har bir kilogramga 1000 so'mdan rasxod qiladigan bo'lsak, bizga 10 ming 15-20 minggacha bu qo'shimcha daromad olib keladi. Ya'ni tasavvur qiling, sizni pul ishlab chiqaradigan mashinangiz bor, 1000 so'm tiqasiz, yo'qdan 10 ming so'm chiqarib beradi. 60 kundan keyin, 45 kundan keyin. Ya'ni bu narsani yaxshi tushunishinglar kerak. Royal Toga'ni ustida ishlab bemalol yiriklashtirish imkoniyati bor. Yaqindan ko'rsatamiz. Demak, hozir o'lchaydigan kalibrda ham olib kelganman. Mana mevalar. Har bitta kurtakda ikkitadan kurtak qoldirilgan. Har bitta kurtakda mana qarashinglar kerak. Kurtakni seriyalashtirish qilgan. Bu tagidagi o'zi tabiatan yirik bo'ladi. Mana bu tomonni olaylik. Mana ikkita kurtak qoldirgan, ikkitadan chiqqan. Ko'rdinglarmi? Mana bu yoqda bitta, ikkinchisi yo'q ekan. Mana bu yoqda ham ikkita, bitta, ikkita chiqqan. Ya'ni masalan past tomonda. Bu tomondagilar yirik bo'lishi mumkin, to'g'ri. Pastroqda mana bu yerda ham o'lchashimiz mumkin. Bular tagi. Mana meva ko'p joydan hozir olaman. Mana 3 taligidan bitta joyda, bitta kurtagimizda 3 ta. Hozir pishishga bir haftacha bor. Bilasizlar, giloslar odatda pishishda oxirgi haftasida tez eng yirik kattalashadi. Hozirgi razmeri 25,5, 26 atrofida. Tashqarida mana 26,5 ham bor. Ya'ni mana ko'ryapsizlar yirikligini, o'zi tabiatan mana ko'rinib turibdi. Hamma joyda bir xilda yirik mana. Kurtak seriyalashtirish, akalar, bu narsaga e'tibor qaratinglar. Buni hamma ko'rsatmaydi. Buni 5 yildan beri men ko'rsataman. Ko'pchilik buni tushunmayapti. Adashib yurganlar ham ko'p. Qimmatga tushadi buni qilish, nerealniy deyotganlar bo'lsa, pul topolmay yuraveradi, hamma qatorida yuraveradi. Mana hammasi yirikligi zo'r. Bu daraxt qilganmiz, mana qilmagan daraxtimiz. Egilib shoxlar yotibdi. Bir xillik yaxshi emas. Bu yerda masalan 10-20% yiligi bo'lishi mumkin, lekin umuman olganda bu daraxtlarimizdan mevasi maydaroq. Bu yerda masalan 3 ta joylashganini olaman. 3 taligi bo'lsa agar, 2 taligi. Mana, bu yerda meva juda ham ko'p. Bittalik joyda ham o'lchashimiz mumkin. 24, 2 mm farqimiz bor. 2-2,5 mm farqimiz bor. 24. Demak, seriyalashtirish orqali biz 2 kalibr oldindamiz. Qattiqligi bo'yicha buni yeb ko'rib hozir farqiga bordimki, meva ko'p joyda yumshoqroq. Serialashtirgan joyimizda qattiq giloslar o'ta sifatli. Farqi bor. Chunki ideal darajada mana qo'yilgan. Ranglanishi ham juda chiroyli bo'ladi. Endi Royal Toga'ni mana seriyalantirilmagan shoxlarimiz hammasi egilib yotibdi. 24 atrofida mana. Bu yoqda 26, 26,5. Endi o'zini changlatishini bilasizlar. Har qanday narsani o'zini changlatadi deyishda isbotlashimiz kerak. Mana setga kiydirganmiz gullashdan oldin. Endi bu yerda sanash eng to'g'ri varianti o'zi, lekin bu o'zini changlatgani uchun sanashga ham hojat yo'q. Mevani ob'yomini ko'rsatadigan bo'lsak, o'zi menimcha hammasi tushunarli bo'ladi. Kichikroq shox kiydirilgan. Mana mevalarimiz to'dalanib yotibdi. Bu o'zini o'zi changlatadigan sortda isboti. Demak, Royal Toga'ni sal oldinroq videosini chiqardik, ko'rgan bo'lsanglar.
teplitsada kurteklar seriyalashtirish qilinmagan, lekin gullash paytida qilingan. Mevalar yirik, 30-32 kalibrda. Shoxlarni to'g'ri kesadigan bo'lsak, to'g'ri seriyalashtiradigan bo'lsak, 30-32 Royal Tuvgada olishimiz mumkin. Erta pishar, juda ham serhosil va o'ta erta hosilga kiradi. Bu giroslangiz bilan solishtirganingizda 3-yilda meva qilish imkoniyati bor Royal Tuvgada. Boshqa navlarda unaqa imkoniyati yo'q. Shuning uchun doimiy ravishda yangi navlarga qiziqish bildirishimiz kerak. O'zini changlatmaydigan navlardan charchaganmiz. Royal Tuvga o'zini changlatuvchi nav, ari kerak emas. Ob-havoni ham sharoiti zo'r bo'lishi shart emas. Sovuq bo'lsa ham, xudo xolasa issiq bo'lsa ham, inshaalloh bemalol meva qilib beradigan sort. Shuning uchun e'tibor qaratinglar bu narsaga. Faqatgina Toshkentda erta sovuq bo'ladigan joylarda biz tavsiya Toshkent, Jizzax, Sirdaryo, Samarqandlarga Royal Tuvgani tavsiya qilmayman. Chunki sovuq urish, erta qo'zg'alish ehtimoli bor. Issiq janubiy tomonlarda, Surxondaryo, Qashqadaryo issiq joylarda teplitsada yetishtirish mumkin. Aprelda 10-15-ga teriladi. Boshqa vodiyda biz keyingi haftaga terishni reja qilyapmiz. Ya'ni 10-12-larga o'tgan yildan 3-4 kun kechikish bilan teramiz, xudo xolasa. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, layklar bosib qo'yasizlar. Serialashtirishda haqiqiy natijasi yiriklik va pul 1000 so'm tikamiz. Fevral oyida va may oyida 10 ming so'm, 20 ming so'm qilib qaytarib olishimiz mumkin bo'ladi va sifatli qattiq gilos uzoqqa yetib boradi. Sog' bo'linglar, rahmat. Hozir mana Parkent Plants'da birinchi dala deymiz, ya'ni payvandlar ekilgan joydamiz. Bu yerda avgustda, sentyabrda to'liq payvand ishlarini nasib qilsa boshlaymiz inshaalloh. Va shunga 2027 kuzga agar yangi navlarda 10 xildan oshiq yangi navlarimiz buyurtma beradigan bo'lsanglar, payvand qilib beramiz. 300 mingga yaqin Krimsk 5 VSL 2 payvand egimiz turibdi va 5000 tacha Krimsk 6 bor. Kim harakat qiladigan bo'lsa, unga ham zakaz qilishingiz mumkin. Buyurtmalar qabul qilish boshlangan. Hozir mana navlarni ham chiqaryapmiz, ko'ryapmiz. Bu yerda 20 dan oshiq navimiz, yangi navlarimiz bor. O'shalar payvand qilib, hammasini chiroyli qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun tezroq murojaat qilinglar va ko'chatinglar 27 kuzga sifatli baquvvat qilib yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar.